Sovet hükümetinin halkımızga ko'rsatgan xiyonat vahshiyliklarini bir-birlab yozilgan bo'lsa, bir necha tomliq asar bo'lar edi. Afsuski, ular tarix betlariga yozilmay qoldi. Mekkar Şinse Qizil askarlarının kuchi bilan 30-yillardagi azodlik inqiloblarimizni rahimsiz bostirib, bir az as ho'shini yig'ib olgandan keyin Sovet ittifoqidan yuz o'rib, chon kayshiga yiqilishdi. Bu albatta vatanimizning boyligini xohlagancha talon-tarojga selib, ugunib qolgan Stalinga bak eg'ir tegdi. Lekin uning Sharq Turkistonga qaytadan qo'l selish uchun payt kutib qo'ylab yetishdan boshqa amal qolmaydi. Endi Markaziy Gomindan hukumatining qo'ltig'iga kirgan o'lka hukmronlari bo'lsa, yanada o'zlarining burunqi sanimiga tushib, milliy zulmni kuchaytirdi. Shuningga bog'liq xalqimizning bu zulmga qarshi noroziligi ulg'ayishga boshlaydi. Hükümetinin qattiq nazorat qilishiga qaramay, har xil so'rovlarda, majlislarda mavjud siyosatga qarshi fikrlar, noroziliklar aytilishga boshlaydi. Bu munosabatda bo'libmi Baytulloh masjididagi Alxan to'rining oyat hadislari moslashtirib erkinlik, millatparvarlik haqida so'zlagan vaz nutqlari xalqning ko'nglidan chiqib, uni tinchig'ishlar kundan kunga ko'payishga boshlaydi. Bu dal Sovet konsulxonasining inqilob uchun loyiq odamlarni izlab yurgan vaqtlari ekan. 1944-yili atyoz oylarida Alxan to'ra dam ilishqa Bo'r taladagi Arshonga bordi. Buni Sovetning G'o'ljidagi bosh konsuli Dobashin g'animat bilib keyindan yetib keldi-da, tören bilen yoşurun muzakara yürgüzdü. Söhbet jarayonida Dobashin agar Şinjan xalqi, yani Uyg'uriston xalqi milliy azodlik kurashga atlansa, Sovet hukumatining xalsani yordam berdiganligini aytib, bu kurashga törenning rahbarlik qilishini taklif qildi. Alxan töre bo'lsa, Sovetlarning o'tmishda Sharq Turkistonda yurgizgan xato siyosatlarini, bu siyosat orqasida 100 minglagan xalqning nohaqdan to'kilgan qonlarini dalil keltirib, yana shunday xatoliklarning, fojialarning takrorlanishi mumkin degan so'zlar bilan suhbatni qat'iy rad qildi. Lekin bosh konsul hayla makrlarni ishiltib, yolg'on va'dalarni berib, Alxan to'rini suhbatni davomlashtirishga qoyil qildi. Shunda qilib bu suhbat G'o'lji shahrining Qozonchi mahallasi turadigan Po'lat akaning uyida davomlashdi. Oxiri og'zaki kelishim bilan tugaydi. Bu kelishim bo'yicha Alxan to'ra bir inqilobiy tashkilot quradigan, ham shuning orqali targ'ibot tashviqotni kuchaytirib, xalqni mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurish yo'lidagi kurashga qo'zg'aydigan bo'ldi. Sovet hukumati bo'lsa buningga yordamlashib, mustaqil davlat qurishga to'liq kapolatlik qildigan bo'ldi. Mana shu va'daga binoan Alxan to'ra 1944-yili 12 odamdan tarkib topgan azodlik tashkilotini qurdi. Dobashining Sovet hukumati nomidan bergan va'dasiga to'liq ishinib ketmasakmi, biz tören oldida Qur'on bilan bu tashkilotning shartlarini to'liq o'rinlashga qasam berib, uningga azob bo'ldik. Xizmatchi oqsoqol yoki ko'ksoqol bo'lmasin, tugal mustaqillik harakati qo'zg'ashdan iborat bo'ldi. Demak, tashkilotdimi shu sohalarga ozdi ko'p vakillik qilalaydigan yoki shu qatlamlar orasida ish elib boralaydigan odamlarning bo'lishi zarur edi. Uningdan qolsa, tashkilotda yurgida o'ti bor, o'zlarining millatparvarligi, vatanparvarligi va Xitoy hukmronlariga zulmidan qarshi g'azab, nafrat bilan bayqagan odamlarni bo'lishi shart qilingan.
Tashkilot bevosita Sovet konsulxonasining arilishi bilan qurilganlikdan uningga shular loyiq ko'rgan ba'zi odamlarmi kirgizilgan ekan. Uni biz keyinroq tushundik. Shuni aytib o'tayki, azodlik tashkilotining hammamiz muhokama qilib qabul qilgan mustaqil kurash programmasi bo'lmagan. İnqilobni qachon qayerda qandaq ravishda boshlaymiz, bu to'g'riliqmi aniq bir faoliyat tuzilmagan. Faqat İlham Tören Polat akining uyida konsul bilan muhokama so'zishib qildi deb biz bilan majlis o'tkazdi. Yo'l yo'riq berdi va shuningga qarab harakat qilamiz. Demak, boshlanib bizning yetakchimiz, imomimiz konsul Dobashin bo'lib qoldi. Biz shuning og'zi qardik, shuning deganini qildik. Biz aholi orasida targ'ibot tashviqot ishlarini qizg'in elib berayotgan bir paytda 1944-yil oktyabrning oxirlarida konsulxonadagilarning maslahati bilan Abdikerimni bir ikki odam bilan azodlik tashkilotining nomidan Qo'rg'os tarafga avatdi. Ko'p o'tmayla Peter Romanovich Aleksandr degan boshlig'i bor 50 o'g'risini agashtirib ketdi. Biz onu anlaplı tang seyerde Osman aka Kabirov ikimiz şu yerge keldik. Derhal Ömercan'ı Elxan Töre'ge evettik. Törem kelişi bilen çoğun koçuda çıkıp o yerde jığılıp kalgan adamlarga qarab biz bugünden başlap Xitay hükümetini itiraf kılmaymiz. Biz azatlık inqilabını başlavattık. Kelinglar bizning sepimizge qo'shilinglar. Azgunchilar vatanimizdan qo'g'lab chiqarayli deb so'zligini turdi. Endi Töremning mundaq ochiq oshkora ham ishashlik so'zlishiga asos bo'lgan partizanlarga kelsak, ularning boshlig'idan tortib hammasi ilgari G'uljida yashagan ko'pincha ko'chalarda aroq ichib chatoq chiqarib yurgan lo'kchak bo'rslar edi. Ularni boshlab kelgan Peter Romanovich ilgari mushu bizning elida tugmanchi bo'lib ishlaydigan o'zi turg'anlar bir but. Şuncha yıllar Uyg'urlar arsızda yaşsımı bir eğiz Uyg'urcha bilmeydi. Ularning hammasi harbiy ishlardan xabarsiz. Ya Qur'on yaroqlarining tayini yo'q. Keyin o'ylasak, Sovet taraf ularni bir sinab tariqida, ya'ni mushularning qo'ldan ish kelamdi, kelmamdi deb bizni chiqib ko'rish uchun avatgan ekan. Nemaga bo'lmasin, biz ularni Gunkinning uyida 3 darvozaning cho'ng ko'chasidagi İsmail Musaboyevning qorasiga ko'chirib kelib, harbiy shtabimizni shu yerda joylashtirdik. Shu kunmikin yoki ertesimikin ular texi 2-3 oy ilgari elidagi qo'zg'olonni bostirish uchun Urumchidan maxsus avatilgan Shinsayning yaqin odami Lobindini etib o'ldirdi. Onundan başka közge görünərlik biraz iş qılınmaydı. Andın 3-4 gün ötüp ketdi. Qarısaq iş yamanğa aylandı. Adette toplaşıp yürüdüğün adamlar özlerini çetki tartıp bizning iştabqa yaqinlaşmaydigan bo'ldi. Şu günleri bizge sirtdan qo'shilgan bir adam faqat Osman aka Kabirov bo'ldi. Bizge qandaqdir bir endişe paydo bo'lishga başladı. Özünüz o'ylab ko'ring, shu kunlarda faqat G'ulji shahrida turayotgan Gomindan askarlarining soni 10 mingga yaqin edi. Ular Harambog, aerodrom, bosh saqchi, butxona va boshqa bir qancha joylarga o'rinlashgan. Agar ularning hammasi demayla faqat 2-3 ming odamidan iborat ozlab bir qism hujumga chiqsa, butkul G'ulji olisini qirib tashlamamdi. Qurolsiz xalq nima ish qila oladi? Sovet tarafdan avatilgan partizanlarning ahvoli avu. Ular bilan qandaqmi shuncha askarga qarshi turish mumkin? Uning ustiga ular vaziyat salla kaskinlashsa qechib ketishga tayyorlab turdi. Azodlik tashkilot hech qanday qurol yaroq yo'q, hammamiz quruq qo'l. Amaliyotda bu qurolsiz xalqni muzdek qurollangan dushmanga ishtirib berish bo'lmay nima? Beshimiz gangarab qoldi. Mushu dahshatlik vaziyatni elib qaraganda Elxan Töre boshliq barliq tashkilot a'zolari jazoga tortilishi kerak edi. Chunki konsulning
og'zaki va'dasi bilan tavakkalchilikka bel bog'lab butun Uyg'ur xalqini mushunda xatar girviga elib kelgan biz bo'ldik. Bu albatta bizning nazariy va amaliy tajribamizning yo'qligidan avatilgan cho'ng xatolik bo'ldi. Elimi yaxshi, Xudo saqlab shu kunlari hukumat askarlari Sovet Qizil armiyasi bostirib keldi degan qo'rqinish ostida mudofaa tayyorlik qilib yetibdi. Bu bo'lsa-mu bechora mazlum xalqimizning baxti edi. Moshundaq vahimsizlik vaziyatda o'zimi biroz o'diqib qolgan Alxan To'ra shundaq dedim. Men buni qasam bilan aytaman, To'ram harakat qilmasak bo'lmaydi. Bugun kechalab bas soqchiga idorasiga hujum qilayli. Bugun biz uni olmasak, ata o'zimizni halok qilish mumkin. Alxan To'ra sal o'ylandi-da, fikringiz o'rinli, ta'xir qilishga bo'lmag'idek. Alxan To'ra, lekin biz soqchi idorasini qo'yib vali mahkamasiga hujum qilayli. Lekin biz chunki uni olsak, konsul xondikilar bilan aloqalashib turish o'ng'ayga tushdi. Dedi demisimi? Vali mahkamasi bilan Sovet konsulxonasi bir-biriga yaqin joylashgan edi. Mushu qaror bo'yicha bosh shtabimizning asosi Rahimjon Sabir Hoji bilan maslahat qilgan edi. U bizning fikrimizga qo'shilmadi. Baxtga yarasha shu kuni Nilqidan Fatuh Batur partizanları bilan kelib qoldi. Ertesi saharda Wang Chung chiqib hujumga o'tdi. Tangrimning rahmati orqasida ishimiz o'ng'a tortdi. Birmi odamni chiqarib qo'ymay vali mahkamasini Xitoycha uni Silingbo deydi. Ishg'ol qildik. Tüpten o'zgarish boshlandi. G'o'ja aholisining hammasi degidek g'albini tabriklab vali mahkamasiga kelishga boshladi. Sel keyinroq Reni Batur o'z partizanlari bilan soqchi idorasini ozod qildi. Shuningdan boshlab inqilobning bar eg'irchilik G'o'ja va Sahra xalqi o'z ustiga oldi. Bizmi beshimizdagi cho'ng bir qora tog'ni ilib tashlagandek bo'ldik. Ben bunu hergizmi təsadüfi narsa deb qaramayman. Agar boshliqlar Sovet ittifoqining bizga nisbatan niyati to'g'ri bo'lgan bo'lsa, o chaqda zamonaviy qurollangan 10 mingga yaqin Gomindan askarlar joylashgan G'o'ja shahriga bor yo'q 50 yenik qurollangan askarni kirgizamda. G'o'ja inqilobi başlanganda Nilqidan kelgan partizanlarning qurol yaroqlari chaqliqli edi. Ularning dushmandan g'aynima tushirgan qurollari qo'shib hisoblaganda o'zidimi har 5 partizanga birdan yeni qurol to'g'ri kelsa, keladi, kelmasa ummi yo'q edi. Lekin shuningga qaramay, xalqning Gomindan zulmlariga bo'lgan g'aziviy azodlik, mustaqillik, erkinlik degan irodasi orqasida inqilobiy kurash o'ng'ishliq boshlanib, g'albilik ilgarilagan edi. Mana shu chaqdala xalqning inqilobiy ruhining ustunligini, g'albiyatga degan intilishining, g'ayratining kuchligini bayqagan Sovet taraf endi bu ishga bevosita aralashib, tizginni qo'lga almasak bo'lmaydi ekan degan xulosaga kelib, o'zlarining harbiylarini avatishga boshladi. Vali mahkamasini elib 1-2 hafta o'tgandan keyin dekabr oyida general Palinov paydo bo'ldi. O kelish bilan yerlik Kazak o'rislardan askar elib, umumiy harbiy ishlarni tartibga solishga boshladi. Uning kaynidan 1945 yil yanvarda bo'lsa kerak Kallikesar Vladimir Kozlov yetib keldi. Uning kelishi bilan Sharq Turkiston inqilobining taqdiri butkul hayot mamati mushu generalning qo'liga o'tdi. Keyin Moskvaning bizga atgan barliq bala qazosi mushu general joylashgan 2-uy orqali kelib turdi. Partizanlik davr tugidi, bir necha Sovet qizil komandirlar kelgan bo'ldi. G'eni Fatih o'xshash baturlarimiz ishga aralashishdan qoldi. Shuningdan boshlab miltiqning sepini o'zimiz tutmay, boshqalarga tutqizib qo'ydik.
Maşu mezgilde inqilobchilar Harambaq aerodromlarini ishg'ol qilish uchun jiddiy harakat qilayotgan edi. G'uljida mana Maşundaq vəkillər bolayotgan mezgildə Ürümçidən Açal, Palçı yolları arqalıq, tağ arqalıq, Jeliyüz, Turpayüz yolları arqalıq bir qancha ming, bir neçə 10 minglığan Gomindan əskeri besib keldi. Ularning aldı G'uljiga yaqinla yerdagi Jeliyüz Panjimga yetib kelgan ekan. Buningdan xabar tapqan Sovet harbiylarının arasında oluqish paydo bo'ldi. General Kozlov yardımcısı Nikolay Arxipovich degan umu general Elxan Turkerib shundoq deydi. Bizga umumyuzlik zarba berish uchun ko'p sonliq Xitoylar besib kelyotdi. Ularning qurollari zamonaviy Amerikaning qurollaridir. Ularga bizning askarlar bardashlik berilmaydi. Zamonaviy miltiqlarning o'qi qator qo'yib olsa 15 adamni teshib o'tdi. Bizda unda qurol yo'q. Chekinishdan boshqa iloji yo'q deb turib oldi. Arada biraz talaş tartış bulup, Nikolay öz fikrini qaytmay turib algandan keyin törem g'azablanganda maydangizga qatar esib olgan orden medallarni Moskva sizga xato bergan ekan. Siz qo'rqanchoq ekansiz, biz G'ulji xalqini tashlab hech yoqqa ketmaymiz. Agar qirilsak xalq bilan qirilamiz. Nima bo'lsaqmi xalq bilan birga bo'lamiz. Biz tayoq to'qmoq bilan bo'lsaqmi dushmanga qarshi kurash qilamiz. Ya ölüm ya körüm arkamızga çekindiğen yol yok. Dep özünün qat'iy fikrini aytdi. Maşu uçuruşdan keyin harbiylar yuqoridan boshqalari bilan maslahatlashgan bo'lsa kerak, biroz insofiga kelib, general Isqaqbek bilan Mavlanovning rahbarligida bir necha ming odamni Gomindan askarlariga qarshi safarbar qildi. Ular Pilichi, Çapqan yoda, Turpa yüzü degan joylarda Gomindanchilar bilan qattiq jang qildi. Bu so'qishda dushman ko'p talabga uchrab mag'lub bo'ldi. Partiyalar dushmanning nurg'un askarini yo'qotib, bir qismini asirga tushirdi. Ko'plagan qurol yaroqni g'animat oldi. Shuning bilan bu dahshatlik voqea o'ngishliq oyoqlashdi. Mushu voqealariga bog'liq men Elxan Turining xizmatini alohida ta'kidlab keldim. Çünkü şu günlerde köpligen adamlar cümleden harbiy iştamımızın başlığı Macar ve hatta bazı hükümet azalarının bala çaqıları namiratlarca özlerinin jenini qutquzish uchun qo'rg'asga qechib ulgurgan ekan. Ko'rdingizmi, bu qitimmi xalqni tashvishga selib, parakandilikka tortgan yana shu Sovet generallari agar mashu ajoyib bir dehşetlik paytda Elxan Tura öz mavqasida ching turmagan bo'lsa, generallarning so'ziga agishib shaharni tashlab ketgan bo'lsa, bechora G'ulji xalqining taqdiri nima bo'lib ketar edi? Faqat G'ulji shaharda emas, balki butkul noya bo'yicha necha 100 minglagan xalq nohaqdan qirilib ketgan bo'lar edi. To'ramda bo'lgan har qanday kamchilikni uning mashu qilgan ishlari uchun Ali bağlayman. Eli xalqining hayotini aman elib qilishda ko'rsatgan haqiqiy erligi, jasoratchi juyib tashlaydi. Kelajakda vatanimizni ozod bo'lib qolsa, avlodlarga shu narsani taklif qilamanki, G'ulji shahrida Elxan Turining 1944-45 yillari inqilobda ko'rsatgan fidokorlik xizmatlari uchun maxsus yodgorlik o'rnatishi lozim. Afsuski bu ulug' kunda men G'uljida emas edim. Biz Ismoil Musaboyev, Osmon Kabirov uchimiz Sovetlardan qurol so'rash uchun qo'rg'asga ketgan edik. Qaytib kelsak, Cumhuriyet e'lon qilinib, hukumat qurilib bo'ldi. Men hukumatning bosh kotibligiga tayinlabdim. Hamma qiyinchiliklar shuningdek keyin boshlandi. Hukumatni qanday tashkillash kerak, uning tuzumi qanday bo'lish kerak, faoliyatni nimadan boshlaymiz deganga o'xshash boshqa nurg'unlagan masalalar ustida beshimiz qechishga boshladi. Agar oliy maktablarda o'qib, bu ishlardan eng bo'lmaganda chat yaqisini anglagan bo'lsa, munchalik qiyinchiliklarga duch kelmas edi. Ammo shu davrning sharoitiga bog'liq undaq bilimimizga ega bo'lmagan edik.
millat, vatan deb soqqan yuragimiz bilan tomirimizda oqqan qiziq qinimizdan yana millatparvarlik, vatanparvarlik hissiyotimizdan boshqa ko'p narsalar bizda yetishmaydi. Bu ishlarda Tayyip Hojikam o'zining millat maslahatlari bilan ozdi to'la yordamlashgandek bo'ldi. Lekin ig'irchilik Ahmadjon Qosimining bo'yniga tushdi. O çağda Ahmadjon rahmatlik Gezitxonda ishlatdi. Hukumatning bir o'ltirishida o davlat tuzumi haqida so'zga chiqib, hammamizni o'ziga qoyil qilgandi. Keyin men onunla yepishgan edim. Atiganligi uni o'zimning ishxonasiga oldirmanda, kuni bo'yi birga ishlab, kechda yana Gezitxonga olib qo'yman. Shu kunlardan tortib ikkimiz bir tuqqan qarindoshdek bo'lib ketdik. Ben onundan köp narsalarni öğrendim. Köp narsalarni ko'zim ichildi. Şunlaşqa men uni o'zimning ustozim deyman. Allah rahmat qilsin. Men her namazımda onunga duo qilaman. Men hayatımda her bir qancha o'z davrining muqaddas ve mübarek adamları bilan yaqin munosabatda bo'ldim. Mesela Qashqarda Sharq Turkiston İslam Cumhuriyetining bayrog'ini tiklagan marhum Savutda Mullam, shu Cumhuriyetda adiliya naziri bo'lgan Zeri Qora Hojim, Mutalipov Xalpitim, Abdusattor Mahsum, Sharfiddin Olam, Abdullah Damullam, Tiyuzat Xalpitim, Abla Qozi Hojim, Ala Damullam, Azizim Xalpitim, Yarmuhammad Xalpitim. Elxan Törini men maşu ismi atalgan hem mening uchun nihoyat qadrli bo'lgan odamlarning qatoriga kirgizman. Bulardan boshqa vatanimizdan chiqqan oliy fikrlik, haqiqiy millatparvar, vatanparvar Mas'ud apandim, Muhammadjon Hazrati Aysa apandim, Ahmadjon Qosim. O'xshash munavvar inqilobchilarimiz bilanmi ham suhbat bo'lgan edim. Men o'zimning bu buyuk zotlar bilan bo'lgan suhbatlarimni, birga o'tgan vaqtlarimni bek shukur bağlayman. Hem şunun bilan faxrliman. Bu ali janob kishilarning ruhiga hurmat bildirman. Ularning yatgan yerlari jannat bo'lsin deb janob haqdan tilab her daim duo qilaman. Endi bevosita Elxan Tören kelsak, bu kishiga atrofliq baho berish bek murakkab, hatto mumkin emas. U kichik chog'larda Arabistonda o'qigan, keyin Buxoroga tahsil ko'rgan, diniy jihatdan nihoyat yuqori bilimga ega zot edi. Islom tarixi va shundoqla har xil millatlarning tarixini bo'yicha atrofliq ma'lumotlarga ega puxta, kivib ritidimi jamoatchilikka keng to'nilgan inson. 1931-yili Sovetlarning turmasidan qochib, G'uljiga kelib joylashgan ekan. Bu kishi bilan men 1937-yil tanishgan edim. Elxan Törining tabiati oq ko'ngil, iymoni kuchli, oyat ibodatda janob haqning haqiqiy namunasi deb aytishga bo'ldi. O shariatning sirtiga chiqqan inson emas. Uning yana bir esil tarafi, u nihoyat mard, qo'li ochiq odam edi. U hech qachon davlatdan bir narsa olgan odam emas. Aksincha qo'liga bir narsa tushib qolsa, uni nomardlarga berishga oldiraydigan. Yili ham esimda 1945-yili Böke degan Mongol bizni Elxan Törini, general-leytenant Aleksandrni, Hakimbek G'ojini va meni uyiga mehmonga chaqirdi. Chaqirib, hammamizga Fransiyada ishlangan noyat esil oltin soatdan bir dandin va bir chapalliq raq hadiya qildi. Uyga qaytganda Tören yilqi soatni menga sunib, bunini setib pulni menga elib keling. Men uni kelgan fikrlarga beray dedi. Taqirlarga beray dedi. Men uni bankka o'tkazib aqchisini bergandan keyin u haqiqatan shunday qildi. Ko'rdingizmi? Shunchalik esil va qimmat soatni o'zi taqamay yoki bolalarga bermay
setib pulni namoratlarga tarqitib berdi. İnsan nuqtasidan qaraganda Töram shak shubsizki nayda alijanab adam idi. Allah rahmet qilsin. Lekin shuning bilan birga Elxan Törening tabiatida soddalik var edi. Töramning aynan shu soddiligi uni siyosiy faoliyatga va demak umuman davlat ishlariga salbiy ta'sir yetkazmay qo'ymadi. Uning ustiga Sovetlarning kiygizgan quruq qalpig'i Marshall degan atiga bu kishini biroz o'duqtirib qo'ydi. Shu ataqni olgandan keyin uning mijoz xulqimi o haqiqiy diniy zot uchun favqulodda g'ayriy mutlaq yarashmaydigan ayrim o'zgarishlar paydo bo'ldi. Meningcha uningga bu quruq ataqqa balalarcha havaslanib, mag'rurlanib, hatto takabbürlashib ketishning hojati yo'q edi. Töramning bu ataqqa ortiqcha havaslanib ketganligi mening bayqag'anim bir kuni uning nomizati lozim bo'lib, etimdagi bir aloqa qog'ozni bilan oldiga kirdim. Xatni oxirida odatchicha Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining raisi Elxan Töre deb ko'rsatilgan edi. Uni o kishi buningga qanoat qilmay o'z qalbi bilan Marshall degan so'zni qo'shib yazdı imzo çekti. Merhum bu adetini hayatının ahırgacha taşlamagan ekan. Bu dünya siyasatida devlet tizginini tutkan zaravallarının üni jaranglab, devleti yok mazlumlarının tili kesilgan bir zaman bo'lganlikdan elbette hazır bizga hem hayati biz bilen ma'lum vaqt birli bo'lib qolgan Elxan Töre'ge kelsa kelmez töhmet qilg'uvchilarning ovozi besim kelmoqda. Kömür qafas ichida zanjirga bog'langan yo'lvosni to'shqanmi, chashqanmi bo'g'za qildi ekan emasmi? Endi bevosita betim masalasini oldigan bo'lsak, Elxan Töre uningga ochiqdan ochiq qarshi chiqqan emas. 1945-yili 10-oyda general Vladimir Stepanovich uning yeniga kirib shundoq deydi. Gomindangchilar teshikni xalab bildirish e'lon qildi. Kecha biz ularning o'zaro berilgan radio xabarlarini tutib oldik. Shuning qaraganda Gomindangning katta rahbarlarining biri Chankayshi agar eli rahbarlari inqilobchilari teshikni xolasa bizmi teshik tarbiga o'timiz degan fikrni bildiribdi. Elxan Töre generaldan sizlar buningga nima deysizlar deb fikr so'raganda general bizmi teshlik tarafdori urushdan nima chiqadi degan. Töram chorsiz uning fikriga qo'shildi. Qo'shilmay qanday qildi? Butkul milliy armiya shularga biqinsa, asosiy zamoniy qurollar shularning qo'lida tursa, bekorga bo'lmasimi? Her halda barliq yordamni shular beribsa, boshqani demasakmi faqat bizga qimmat bahada setib berayotgan qurol yaroq o'q dorilarini to'xtatib qo'ysa, o chog'da o'lkadagi, ya'ni Uyg'uristondagi 100 mingdan oshiq Gomindan askarlariga 20 mingdan ortiq milliy armiya qanday taqobil tura oladi? Agar bu milliy armiya bitimga kelishmaymiz, Manas daryosidan o'tib Urumchini olamiz deb qarshilik bildirsa, yig'ir tipdagi tank va zambaraklarni tayyorlab qo'ygan ekan. Agar ish yomonga qaysa, ular hatto Elxan Töre'ni hukumat a'zolari bilan qamab qo'yishdanmi yonmaydi. Töram bularni tushunmaydi demsiz? Aql tarasiga solmadi demsiz? Ey bevafo dunyo. Men bu yerda shu narsani aytmoqchimanki, Elxan Töre'ning siyosatga aralashmasligi kerak edi. Umuman siyosiy maktab ko'rmagan, amaliyotda siyosat bilan bevosita mashg'ullanmagan diniy sohadagi odamlarning davlat ishlariga aralashmagani afzal. Bu albatta ularning siyosiy qarang'uligi layoqsatligi bilan bog'liq edi. Taqvodor musulmon odatda
muloyim, oqko'ngil, axloqiy jihatdan pok keldi. Bu xislatlar insoniyatning to'g'ri yo'nalishida yuksalishi uchun zarur bo'lgan bilan siyosiy sohada ojizlik qildi. Rais bo'lib edi albatta, lekin men buni biarmanlik, mamandilik qilganimda emas, balki bu buyuk zotni yaxshi ko'rganligimdan, ayıqalligimdan etishga majbur bo'lgan edim. Chunki siyosatda ma'lum darajada qulluq, shumligi, yovuzligi, makkarligi kam qattiq qo'lliq bo'lmagan odam boshqalarga o'ng'ayli yam bo'lib ketadi emasmi? Bu so'z Alxan To'rining davlat ishlariga nolayıq ekanligini chiqib qoldi. Lekin shundoq bo'lsa ham To'ram o'z davrining barliq atoqliq arboblarga nisbatan yuqori turadi. O halol, oqko'ngil, yuraklik, to'g'ri shaxsi edi. Ben shu narsani qayta aytalaymanki, bugun kunlarda Sharq Turkistonda bitim masalasida Sovetlarning ko'rsatgan nayrangvozligi qo'l qo'ymay bo'lmaydi. Ular shu chog'da Gomindangning sirtidan bizga kelib, sizlar xalsanglar Gomindang taraf muzokaralashiga tayyor ekan degan bo'lsa, bizning sirtimizni ularga berib, 3 viloyat taraf sizlar bilan yarishni xohlaydigan deb shu arada o'z planlarini amalga oshirgan. Yani Milliy armiya janubiy yo'nalishda Aqsu viloyatida, shimoliy yo'nalishda Oltoyga, o'rta yo'nalishda Manas daryosiga yetib borganda, tinchlik suhbat bitim shu arada ostida g'albilik ketib borgan inqilobning urushini birdilla to'xtatqizdi. Endi pan-turkistchilik, pan-islomchilik masalalari kelsak, bu yana shu parchalab idora qil nizamiga amal qilguvchi cho'ng davlatlarning o'ydirmasi bo'lmasa, bir Turkiy millatining, bir Uyg'ur millatining boshqa bir Turkiy millatlarga, bir musulmonning boshqa bir musulmonga yaqinchilik qilib qarindoshlarcha munosabat qilishida turgan nima ayib bor? Bu tabiiy narsa-ku. Beshingizga bir kun tushsimi oldi bilan kimga borsiz? Yatlarga emas, o'z yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga murojaat qilsiz-ku. Hatto hayvonni o'z uyuriga tortidi-ku. Bu masalani bir tarafi, uning ikkinchi tarafi pan-islomchilar, pan-turkistlar butkul musulmon ahlida yoki barliq Turkiy xalqlarini o'z ichiga olgan davlat qurmoqchi degan tuhmat. Ayni chog'larda onda ham xiyol o'ylar hech qaysimizning jumladan Alxan To'rining kallasiga kirib chiqmagan. Bizning inqilob faqat vatanimizni milliy zulmga, zo'rlikqa, musibat, mastabit hokimiyatga qarshi qaratilgan haqqoniy kurash edi xolos. Ya unda xulası çıkmaydı. Alxan To'ra çoğun siyasetten xabari az, tecrübesiz bo'lgan bilan öz faoliyatida xalqning manfaatini daxli yetkazmaydigan, aksincha xalqqa, vatanga foyda keltiradigan yo'l bilan mengishga tirishgan odam edi. Endi uning bu tirishchanligi qanchalik amaliy natija berdi, u boshqa gap. Masalan, Puhralık meselesini alaylı. 45. yılının ahiri, 46. yılının başlarında bolsa gerek. Kış aylarında Olcu'da Sovet İttifakı Ali Kengişinin fermanı binaen Oktyabr inqilabından keyin chettik çıkıp ketken kişiler Sovet puhralarga ötüp öz yurtlarga qaysi boludu degan mazmundagi e'lonlar paydo bo'lib, nurg'unliq odamlar Sovet puhralarini qabul qilishga boshladi. Sovet puhralarga ilgari shu tarafdan kelgan muhojirlar emas, shundaqla qisman yerliklarmi va hatto milliy armiya sepidagi ofitser jangchilarmi, hukumat idoralaridagi mas'ul xodimlarmi yezilishga boshladi. Mana shu chog'da Alxan To'ra buningga qat'iy qarshi bo'lib, har xil majlislarda Sovet puhralariga o'tganlarni ayblashga boshlaydi. Ham ularga qarta ba'zi qo'pol gaplarni qilib qo'ydi.
bu yerda Töремнің tushunishki bo'ldiki, chunki uning o'yi biz shuncha qon kechib, tirmishib, kimlar uchun inqilob qilyapmiz, kimlar uchun jumhuriyat quryapmiz. Agar ozod bo'lgan viloyatlarning aholisi chetidan sovet fuqarolari o'tib ketsa,